Bridge House'da navbatdagi 90 kvadratli obyektimizni podключ remontini minimalizm stilda yakunladik. To'liq obzor qilib ko'rsatib beramiz. Video taxminan 15-20 daqiqa davom etadi va o'zini kvartirasini podключ remont qilmoqchi bo'lgan har bir insonga aniq foydali bo'ladi. Bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. Tak, kvartiramizga xush kelibsizlar. Bizani kirganimizda o'ng qo'lda prixoshka uchun mebel kutib oladi. Oybek aka, в основном tegi yopiq bo'ladi, oxirigacha polgacha bo'ladi. Nima uchun tegi ochiq tashab ketilgan bu garderob? Bu uyimiz minimalizm stilida bo'lgani uchun tagini ochiq qoldirganmiz. Bu birinchi navbatda nima beradi? Robot plisosimiz bor, polni tagi bilan tozalash uchun oyoq kiyimlarni qo'yib qo'yish uchun tagini bemalol artib tozalab olish uchun mo'ljallangan. Mebellarimizni e'tibor bersangiz, hammasi minimalizm stilida qilingan, akkuratni. Yana bir jihati, kirganingizda oyna qo'yilgan, oynamizda sensorli datchik o'rnatib ketilgan, podsvetkalari bilan. Menimcha odam ertaga chiqib ketayotganda kiyinib ishga yoki bo'lmasam ko'chaga o'zini to'liq lukini ko'rib olishi udobniy bo'ladi. Yana bitta yaxshi narsa ko'rdim men. Odam mana oyoq kiyimini kiygandan keyin menimcha har xil ложкаlar, oyoq kiyim tozalash uchun yaxshi tortma qilib ketilgan ekan. Tozalashga ancha udobniy bo'ladi. Menga yana bitta narsasi yoqdi. Chiqurishda kalit uchun mana bunaqa mexanizm qoldirilgani, mashinani kaliti yoki bo'lmasam uy kaliti qo'yib qo'yishga ancha udobniy. Albatta hammasi o'ylangan bu yerda. Menimcha уже bitta gapiradigan gapimiz yo'q. Kelinganda kiyimlarni ilib qo'yish uchun bitta gapini aytganda udobniy. Tepasini ko'rayotgan bo'lsangiz, joyi bor. Nima uchun? O'zingiz uchun kerak bo'lgan ortuvchi narsalarni vaqtinchalik qo'yib ishlatishga qulay. Davaychi bo'lmasa Oybek aka, planirovkani bitta tushuntirib beramiz. Kirishda bizning birinchi xonamiz qanaqa? Bu xonamiz bizniki studiyniy kuxnya hisoblanadi. Bu xonamiz отдельный sanuzelimiz ikkiga bo'lingan, bittasi sanuzel, bittasi dushovoy. Ko'p joyda bitta yaxlit qorilyapti, lekin uyda egasi talab qo'ygan ikkalasi раздельный bo'lishi. Bu xonamiz spalniy, garderobimiz o'zining garderobimiz bor. Bu xonamiz детский. И получается bu xonamiz bizda как kladovka vazifasini bajaruvchi xona. Men ko'p domlarda mana shunaqa narsa bo'lmaydi. Men birinchi kirganimda, конечно, o'ng qo'lda menimcha sanuzel uchun yoki bo'lmasam garderob uchun planirovka qilingan deb o'yladim, lekin keyinchalik o'sha gaplashganimizda kvartiraning egasining talabi bo'ldi, ortuvchi narsalarni ko'zdan xoli qilib qo'yish uchun. O'zi koridorimiz ham katta edi. Mana shunaqa решение qilib ketdik. Xohlagancha keraksiz narsalarni vaqtinchalik qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bu yerda o'zining elektrik shitlari bor, Wi-Fi hammasi mana shu yerda joylashgan. Mashina orqasida qolib ketgan. Keling, unda obzorni boshlaymiz bu yerdan, bir chekkadan. Studio formatdagi gastiniyadan obzorni boshlaymiz. Tak, bu kuxnya gastinimiz. Kvartiramizni to'liq dizayn proyektlarini minimalizm stilida o'zimiz qilib berganmiz. Xudo xolasa 90-95% realizatsiyasi один qadam chiqqan. Zo'r. Menga oshxonada o'zi ostrov bo'lgani juda ham yoqadi. Bu obyektivida ham bor ekan. Tak, bo'lmasa oshxona mebelidan boshlaymiz. Nima deysiz? Bitta chetdan boshlaymiz. Nimalar bor Oybek aka? Oshxona mebelimizda bizda kuxnya qismida kotelni joylashtirib ketganmiz, kollektorlarni, kotelni hammasi shu yerda joylashgan. Чтобы mebellar orqasida qolib ketsin, xunuk ko'rinmasin. Ko'rinmaydi, skrit holatda joylashtirilgan. Gazlarimiz, bu yerda bizda posudomoyka joylashtirilgan. Tosh ikkalovi bir xil bo'pti, xudo xolasa. Toshni qayerdan oldinglar? Oti nima? Tabiiy tosh ishlatilgan. Krem marfil toshi. Tabiiy Turkiyani tosh hisoblanadi. Tabiiy toshni afzallik tarafi buni polirovka qilasiz, doim o'zini holatida saqlab qolinadi. Shuning uchun klientimiz tosh tanladi, shu narsani qilib berdik. Albatta bu o'sifimizga e'tibor bersangiz, rozetkalar qo'yib ketganmiz. Rozetkalar nima uchun desangiz, bu yerda sokovojmalka bo'ladi, blender bo'ladi, ishlatish uchun juda ham qulay. Stiralkamizni ham joy ajratganmiz, shu yerda qoldirib, akkuratni hammasi kompaktga joylashtirilgan. Bitta gap bilan aytganda, oshxonaga qanaqa udobstvo kerak bo'lsa, hammasi qilib ketilgan. Конечно, o'zini tortmalari, priborlar, qoshiq vilkalar qo'yib qo'yish uchun. Tak. Texnikalar 7H dan olinadi. Sifati qanaqa ekan, aka? 7H hozir o'zimizda chiqarilayotgan
brend hisoblanadi. Men o'ylayman, byudjetni segmenti, sredniy segmenti bu normalniy kачестводagi hisoblanadi. Chunki buning ham sifati bor, kafolati bor. O'sha narsani beradi. Endi brendga intiluvchilar uchun endi-da bu narsa deya olmayman. Lekin optimalniy variant hozirgi xalqimiz uchun shu narsa deb hisoblayman. Qanaqa materiallar ishlatildi? Mebelga, mebelni o'ziga taxminan qancha ketdi? Конечно, mebelimizni o'ziga bizda taxminan summasi где-то bir 2,5 ming atrofida ketgan. Bu yerda nima ishlatilgan? Bizda panellarimiz, MDF panel, bu yerda MDF laminirованный panellarimiz. Tushuntirib beradigan joyim sizga ventilyatsiyon sistemaga дополнительно qo'yib ketganmiz. Вытяжка bor bu yerda, o'ziniki alohida. Qo'shimcha yana вытяжка. Bu uydagi ortiqcha hidlarni hammasini olib chiqib ketadi. Tем более mana bunaqa studiya formatda ekan, gostinda o'tirganda, bu yerda ovqat qilinganda maksimalniy ventilyatsiya yaxshi. Buni hozir ko'p proyektlarimizda shuni qilib ketyapmiz. Дополнительный motor qo'yilyapti, чтобы bu yoqilganda avtomatik srabатывать qiladi, hid tortib ketadi. Umuman uyda hid bo'lmaydi. Shu taraflama qulay bu. Bo'lmasa sekin gostinga o'tsak bo'ladi. Gostinga o'tsak bo'ladi. Adashmasam, hamma mягкийlar Woodline'dan olindi. Juda ham chiroyli. Men o'ylayman, dizayniga juda ham mos, почти birga bir. Woodline'dagi hozir sifati zo'r, rossiyskiy kompaniya bilan совместно O'zbekiston Rossiya sifatiga действительно gap yo'q. Hozir ko'p joyda mягкий mebel qismida Woodline tavsiya beryapmiz. Qarang, yana bitta e'tiborimni tortgan narsa, panel ishlatganmiz, katta qilib, lekin juda ko'p klientlar hozir o'zingiz ham bilasiz, so'rashyapti, "Давайте kvartirani полностью paneldan qilib yuboraylik" deb. Ochig'i, menga bu narsa yoqmaydi. Qanaqadir kombinatsiya qilib ishlatish kerak bu narsani. Kraska va malyarka bilan shuni me'yori qanaqa bo'ladi? Necha foiziga bambukov panel ishlatsa bo'ladi, necha foizi devor bo'lib, kraska bo'lib qolishi kerak. Qarang, panel nima o'zi? Panelda ko'pchilik o'ylaydi, ekonom qilaman, tejayman. Bu lekin panelni agar to'liq qiladigan bo'lsangiz, bu korobka, konteynerga o'xshab qoladi. Ofislarda qilsa bo'ladi bu narsa. Ofisda qanaqadir bir kommersik помещениялар, lekin uyda kombinirованный element qilib ishlatsangiz juda ham chiroyli bo'ladi. Mana bu narsani e'tibor bersangiz, byudjetni variantda qilingan, o'zi yaqindan e'tibor qarasangiz bu shponga o'xshab turibdi. Da, shunaqa. Lekin bu imitatsiya shponi o'zi. Bu bambuk bu panel. Byudjet taraflama agar shu narsani shpon qiladigan bo'lsangiz, taxminan deylik 3000-4000 dollar bo'ladigan bo'lsa, buni 500-600 dollar bilan bitirsangiz bo'ladi. Shu taraflama ham vid jihatidan ham cho'ntakdagi mablag' jihatidan ham juda ham yaxshi решение deb hisoblayman. Значит, byudjetniroq remont qilmoqchi bo'lgan insonlar mashinadan ishlatsa bo'ladi, lekin unda ham to'liq emas. Menimcha 30-40% ga ishlatsa bo'ladi maksimum. Uni endi interyer dizaynda chizganimizda qaysidir qismida element ishlatsa bo'ladi, lekin to'liq emas. To'liq bu to'g'ri kelmaydi. Значит, bizda TV zonamizni o'ng qo'lida, рабочий zonamizni aytgancha kvartiramizni egasi logist bo'lib ishlaydi. Обязательно spalnidan tashqari joyda o'zlariga ishchi zona qildirganlar. Чтобы kechasi ishlagan hech kimga xalaqit bermaslik uchun ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham mebelidagi ochiq qolib ketilgan, tashab ketilgan nimaga? Bizning robot plisosimiz bor, tozalash kvartirani ancha qulay bo'lishi uchun. O'zi robot plisos qanaqa plyus taraflari bor? Robot plisosning eng yaxshi qulay tarafi telefonda boshqarasiz, yozasiz, qaysi vaqtda ishlashini o'zi avtomatik tozalab, quritib, hozir juda ham do'stlar zo'r bo'lib ketdi. Odamlar hozir ish yo'q, avval ham pollatani olib, yuvib, tozalash degan narsa yo'q. Plisosga programmani qo'yib qo'yasiz, hamma joyda mana shkafda tagiga ham e'tibor berdi shunaga. Taglarigacha bemalol tozalab, akkuratni. Hozir zamon talabi shunga qarab keladi. Okamizning ayollari ham hamkasb ekanlar, bitta joyda ishlayotganlar. O'shaning uchun mana shunaqa qulaylik bo'lish uchun qilib berganlar. Hozirgi vaqtda, hozirgi zamonda vaqt juda ham qisqa bo'lyapti. Hech narsaga odam ulgurmayapti. Shuning hisobidan hozir hammasi ko'ryapsiz, robotizirованный bo'lib ketyapti. Plisosi-yu, boshqasi-yu, ummi-do'mi-yu. Bu albatta qo'shimcha qulaylik odamlar uchun. Patologlar haqida ozgina gaplashsak, nima sistema qilganmiz? Patologlarimiz парящий effektda, hammasi теневой profilda turibdi. Теневой profilda element faqat panelning qismida освещение berganmiz, qolgan joyi парящий effekt vazifasini bajaryapti. Qo'shimcha bizga bu yerda podsvetka berib ketganmiz, как бы bu yerda stolimiz bor, xudo xolasa klientimiz olib kelsa, stol turadi. Bemalol ovqatlanish uchun qo'shimcha yorug'lik. Devorni malyarkalari, kraskalar haqida ozgina gapirsangiz. Kraskalarimiz hammasi BT kompaniyasining ishlatilgan. Kraskalar ko'rayotgan bo'lsangiz, ideal jihatida ishlatilgan, chunki byudjet segmenti uchun menimcha BT hozir eng to'g'ri yechim. Agar misol premialniy segmentda qildiraman desangiz, albatta Fluger bor, Tikurilla bor, undan boshqa
va hokazo variantlarimiz juda ko'p. Zo'r. Pol haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, Pollarimiz AGT, bilasiz, Turkiyaning AGT kompaniyasiniki 1.2 qalinligida vlagostoyki, qirilmaslikka, tepli polga mo'ljallangan tepli polimiz bor. Hamma joy uy to'liq tepli pol qilingan. E'tibor bersangiz, har bitta xonaning o'zining datchiki bor. Buni ham Wi-Fi da boshqarsangiz bo'ladi. Wi-Fi da boshqarib, qaytdik. Baland qilasiz, xolasangiz o'chirasiz, xolasangiz yoqasiz. Bu qo'shimcha qulaylik. Zo'r. Bo'lmasa, men o'ylayman, bu xonamizni tugatdik. Endi sekin spalniga boshqa xonalarni obzorga o'tsak bo'ladi. Tak, chiqishimiz bilan o'ng qo'limizni bizda unitaz отдельно qilib so'ragan kvartiraning egasi отдельно qilishimizni. Kafelarimizga e'tibor bersangiz, hammasi minimalizm stilda qilingan. Однотонный pol ham, devori ham. Bu yerda biz e'tibor bersangiz, kollektorda joylashtirib ketganmiz. Uyni полностью chetda upravleniyasi tepli polni narigi datchik orqali bo'lsa, bu mexanический boshqarsangiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Qulayligi. Ertaga mabodo qanaqadir muammo chiqsa ham, do'stimiz bor, oson. Chetdan o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi agar. Xudo saqlasin, har xil muammo chiqsa, chetdan o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda turetskiy sistema NKP qo'yilgan, NKP insolyatsion sistemasi va o'zini rakovinasi. Ixchamgina gigiyenskiy dushi bor. Menimcha optimalniy решение. O'zi avvallari ko'p joyda hojatxona bilan tualet alohida bo'ladi. Lekin bir tarafdan ham qulay bu. Chunki vannaga kirgan odam bu yerda anaqa bo'lmaydi, bir-biriga qarab. Mijozimiz ham shu решениyaga kelgan. Bu xonamiz bu, narigi xonamizni ham ko'rsangiz, bu o'sha dushovoyimiz. Eshiklarimizga e'tibor bersangiz, eshiklarimiz Afzal Group degan kompaniya qilib bergan. Hozir eng zo'rlardan hisoblanadi. Mebel, eshik bo'yicha shu akamiz o'zimizni shu eshikni bu akaga murojaat qilganmiz. Xudo xolasa chiroyli qo'yib berganlar. Maslahat beramiz. Tak, bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, sanuzel, dushovoy, kafeli bir xil ikkalasini, однотонный, hech qanaqa bijir-bijiri yo'q, oshcha lish narsasi yo'q. Bu yerda ham dush qo'yib berilgan, dushovoyimiz, dushovoylarda mijozimiz o'zi Xitoyda postavkasi bor, o'zlari olib keltirgan, zakaz qilib. E'tibor bersangiz, juda ham bir необычный qilib qo'yilgan, rakovinasi. Menimcha boshqa narsa yo'q. Menga yana bitta narsa yoqdi. O'zi bilsangiz, kafellar qancha stikli kam bo'lsa, shuncha yaxshi ko'rinadi. Shuncha premiumroq ko'rinadi. Stiklar qancha-uncha operatorimiz ham ko'rsatib o'tadilar. Bir-biriga mos, to'g'ri hisoblab tashab ketilgan. Maksimum stik ko'rmaysiz. Albatta, hamma mana qirrallarga aytasiz, 45 gradus chiqarilgan, akkurat qilib chiqarilgan emas. Koridorimizning chap qo'lida spalnimiz bor. Hozirga obzor qilib beramiz. O'ng qo'limizda garderob, chap qo'limizda TV zona boshlanadi va o'zini make-upi, kitoblar qo'yish uchun udobniy polkalari bor. Nima uchun garderobni betga qo'yishga qaror qabul qildinglar? Bu devorda o'zi ikkita maqsadi bor. Birinchi maqsad bu garderob uchun biz перегородка qo'ydik. Ikkinchi maqsadi o'zi bunday qaraganingizda spalniga to'g'ri kirib kelganingizda to'siq vazifasini bajaryapti. Nazar primoy tushmaydi spalniga, tushunasizmi? Yotgan odamga tushmaydi. Yotgan odamga nazar tushmaydi. O'sha mo'ljallangan, tushundingizmi? Ham перегородка vazifasi, ham garderob uchun alohida anaqa funksiya bajaradi. Tak, bizda yana panellar bor. Aytganimizdek, faqat adashmasam ikkita joyda qo'yilgan. TV zona uchun qo'yilgan, spalnimizni orqasiga qo'yib ketilgan. Biralarimizni ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, kitob o'qishga udobniy qilib qilingan. Ikkinchi odam birinchisiga xalaqit bermaydi, bir-biri kitob o'qiradi. O'sha gapirganimizdek, garderobimizni sezonniy kiyimlarni alishtirib ishlatish qulay bo'lishi uchun tepalarida ham katta joylari tashab ketilgan. Bu yerda men o'ylayman, boshqa gapiradigan gapimiz yo'q. Sekin o'zi bu yerda gapiradigan gapimiz, uyning egasi Xitoy bilan aytgandek, logistika dastavkasi bilan yaxshi svязьlari bo'lgani uchun o'zlari italyanskiy mebelni replikasini olib keltirganlar. Действительно sifati zo'r kravatni. Nech pulga tushgan shu mas? Bu kravatimiz 1,5 ming dollarga tushgan. 1,5 ming dollarga tushgan, lekin buni italyanskiy haqiqiy originali undan ancha qimmat, 4-5 Zo'r, lekin bir matraslarimiz Woodline'dagi olingan, Woodline anatomik matraslari. O'tgan bo'lsangiz, menimcha hamma kerakli elementlar bor. Hamma udobstvo bor, degan bilan aytganda. Biza уже keyingi xonaga o'tsak bo'ladi. Bizda keyingi xonamiz уже детский, o'g'illarining xonasi, 4 yoshli farzandlari bor. Faqat degan joyi bor. Farzandlar uchun faqat mebellar olib kelinmagan, lekin zakaz qilib qo'yilgan. Xudo xolasa mebellar kelsa, bitta o'rnatilsa, bitta ancha chiroyli, uyutli bitta xona bo'ladi. Tonga e'tibor bersangiz, tonlarga hamma xonaning toni bir xil qilib qilingan, однотонный, bejvoy, cho'qli rang ishlatilgan. Bu birinchidan odamning psixologiyasiga ham ta'sir qiladi. Odamni spokойный tutish uchun
kayfiyatini ko'tarish juda ham ahamiyatli. Rang ko'p narsaga ahamiyat beriladi. Men detskiy xona bo'yicha yana bitta foydali ma'lumot eshitgandim. Ulashib ketsa yaxshi bo'ladi, men o'ylayman. Tak, ko'pchilik detskiy xonani hali farzandim kichkina deb har xil multfilmlar, yorqin rangli ishlatib ketadi, lekin farzand ertaga katta bo'lsa, yoshi shu narsalar bachkana ko'rinishni boshlaydi. Albatta bachkana. Bu hozirgi holat yosh katta bo'lsa ham, yosh kichkina bo'lsa ham, eng menimcha optimalniy решение. Mediaga tegmaydi. 5 yil, 10 yildan keyin bu rang almashtiraman, boshqa rang qilaman demaydi. Bu приятный теплый rang hisoblanadi. Menimcha hozirgi trenddagi ranglardan bittasi hisoblanadi. Shunaqa. Remont qilmoqchi bo'lsangiz, обязательно mana shu narsani hisobga olishingizni so'rayman. Devorlaringizni farzandlarim hali kichkina-ku deb detskiy yoki bo'lmasam yorqin rangliga yoki bo'lmasam gilam olayotganda ham har xil multfilm qahramonlarini olishni maslahat bermagan bo'lardik. Bilmadim, 5 yil, 6 yildan keyin o'sha farzandingiz katta bo'lsa, bu narsalar unga bachkana ko'rinadi, yana siz yengisini olib xarajat qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Kvartiramizni qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qildik. Agar xato kamchiliklari bo'lsa, rozi bo'lasizlar, kommentariyada yozib ketasizlar. Keyingi kontentlarda sizlarga qaysi mavzularni ochib bersak, qaysi muammolarga решение bersak, sizlarga qiziqroq bo'ladi. Agarda sizga podключ remont xizmati kerak bo'lsa, Oxa jamoasiga murojaat qiling.